Hurmatli hamkasblar, bugun biz Lancer 8 dasturida i85 Genesis приемникimizni lazerning funksiyasidan foydalanishni ko'rsatib o'tamiz. Buning uchun Lancer 8 dasturiga kiramiz. Подключено. Lancer 8 dasturiga kirganimizda bazaviy stansiyani ishga tushiramiz. Agarda kurs bazaga bog'lanadigan bo'lsa, rover stilini использовать qilib olsak, shuni o'zi kifoya qiladi. Bazaviy stansiyani ishga tushirganimizdan keyin подключениеga kiramiz. Roverimizni Соединение nomerini потеряно. tanlaymiz. Подключено. Rover stiliga Fix. kiramiz. O'zimiz kerakli bo'lgan stilni использовать qilib olamiz. Syomka funksiyasiga kiramiz. Genesis приемникimiz fix holatida, обязательно fix holatida bo'lishi kerak. Lazerning измерение funksiyasidan foydalanishimiz uchun keyingi ishimiz o'zimizga kerakli bo'lgan qulay balandlikni tanlab olamiz. 1.80 yoki 1.60 o'zimizga qulay bo'lgan balandlikni tanlaymiz. Hamda syomka funksiyasida mana shu belgini ustiga bosib, lazerning измерение funksiyasini tanlaymiz. Bu yerda bizga aytadi, Wi-Fi orqali Genesis приемникka подключить qilishimizni so'raydi. Dani bosamiz. Wi-Fi orqali подключение qilishni tanlaymizda, mana подключить Соединение bosamiz. потеряно. Подключено. Wi-Fi orqali подключить Fix. qildik. Yana xuddi shu belgini ustiga bosib, lazerning измерение funksiyasini tanlaymiz. Mana lazerning измерение funksiyasini tanlaganimizda bizda Genesis приемникimizni kamerasi orqali o'sha ekranimizda obyektni ko'rsatib turadi. Qatda o'lchashimiz kerak bo'lsa, ya'ni o'sha kamerani qatga qaratadigan bo'lsak, o'sha yerga kamera orqali kontrollerimizda bizda o'sha tasvirni ko'rsatib turadi. Ekranimizda distansiyani ko'rsatib turadi. 7 metrda hozir nuqta oldik. Yana dash uzoqlashamiz. Yana xuddi shu joydan 12 metr mana masofa ko'rsatyapti. Nuqta oldik. 12 metr. Yana da uzoqlashtiramiz. Daraxtni olamiz. O'n olti metr uzoqlikda mana. Yana uzoqlashtiramiz. Ekranimizda yozuv chiqib qolishi mumkin, slaviy signal yoki shunga o'xshagan nimadir yozuv chiqishi mumkin. O'sha paytda ozgina kutamiz. Bu paytda distansiyani to'shni aniqlab olish kerak приемникimiz. Shu ko'rinishda mana 23 metr masofada. Yana da uzoqlashtiramiz. Distansiyani mana. Distansiya mana 40 metr. 40 metrda mana nuqtalarni oldik. Ko'rib turibsizlar, mana shu ko'rinishda lazerning измерение funksiyasidan foydalaniladi. Endi bitta buni lazerning измерение funksiyasining aniqligini tekshirib ko'ramiz. Buning uchun biz обычный syomkaga o'tib olamiz. Обычный syomkaga o'tib nuqtani fiksировать qilamiz. Misol uchun T10 deb nuqtani koordinatasini olaylik. Shu yerdan koordinatasini oldik. Ana endi lazerning измерениеga o'tamiz. L10 deb nuqtaning nomini kirgizib, mana shu отражающий plyonkadan koordinata olamiz. Buni aniqligi qo'limiz qaltiramasligi kerak. Iloji boricha bekotda shunga o'xshash instrumentlardan foydalanishimiz kerak. Ana endi точностini tekshiramiz, katalog to'shligiga o'tib. Xo'p, mana X bo'yicha mana bu lazerning измерениemiz. Bu обычный o'lchagan koordinatamiz, tekshiramiz. 2 sm, 1 sm, atmetka bo'yicha 1 sm aniqlikda koordinatalarni olib berdi.